adabiyotlardan sizlarga O'tkir Hoshimov qalamiga tegishli kitobga bibliografik obzor, ya'ni sharhlar bermoqchiman. Qo'limdagi ushbu kitob daftar hoshiyasidagi bitiklar. Muallif O'tkir Hoshimov. Toshkent Nurli dunyo nashriyoti uyi, 2024-yil, 192 bet. Qo'limdagi ushbu asar O'tkir Hoshimovning eng mashhur falsafiy nasriy asarlaridan biridir. Hayot, inson, ota-ona, vijdon, mehr-oqibat, halollik haqida chuqur fikrlar yoritilgan. Bu shunchaki kitob emas, hayot darsi, saboq manbai. Bu asarni o'qigan har bir kishi o'z hayotiga savol nazari bilan tashlaydi. Shuning uchun ham ushbu asarni o'qing.